Abdurozziq Homidov Bog'dod tumanidagi Mirzaobod mahalla fuqarolar yig'inida yashaydi. Qalampir yetishtirish ota meros dehqonchilik ishi hisoblanadi. Ota bobomiz qalampirchi bo'lgan, biz ham qalampirchi. Endi qilib shu kunga keldik. Rivojlanish, Xudoga shukr bo'lyapti. Izlagan imkon topadi, ishni ko'zini bilgan yaxshi daromadga erishadi bugun. Boisi avvallari bunday sharoitlar bo'lmagan, yerdan baraka topadigan kunlar kelgan hozir. Oldin bunaqa emas edi-da. Narxlar past edi. Juda past. Ekkan buni, ekib zarar qilgan, yig'ishtirishga qiynalgan, daromadi ham qimmatroq bo'lib qoldi. Shunga qarab harakat qilyapmiz. Bugun mahsulotlarni eksport qilish uchun yurtimizda ko'plab qulayliklar yaratilmoqda. Shuning uchun eksportbop chili qalampirini yetishtirish yo'lga qo'yilmoqda tumanda. Hindiston dunyoda eng ko'p yetishtiradigan mamlakat hisoblanadi. Mana shuni ekadi o'shalar. Mana gapirdingiz, shu chili. O'sha yerdan keladi. Biz ham urug'ini o'shdan olib kelganmiz. 1,5 million tonna chiqaradi ekan. Qurug'ini. Bu ho'liga desangiz sanog'iga yetmaydi, juda ko'p bo'ladi. Bu 10 kilodan 2 kilo quriydi-da. Endi 1,5 millionni 10 ga ko'paytiring, qancha tonna bo'lib ketadi ho'l holatiga. Qurug'iga 1,5 million. O'shalar shundan daromad ko'ryapti-da. Shu eksportbop narsa ekdik, shu talab kuchli bo'lgani uchun shunga harakat qilib, bizdan chetda xaridorlarimiz bor, qayta ishlab, ma'lum bir razmerga chiqarib turib, shunda pardozlaymiz biz. Shundaycha ham sotamiz, eksport qilamiz, qayta ishlab ham sotamiz. Mana shu narsalarda qayta ishlab, tegirmondan chiqarib, olgan odamga iste'molga yaxshi bo'ladi. Ertalab 8 dan 5 gacha ayollar chiqib ishlashyapti. O'zimizdan chiqmasa boshqa ayollardan ham olib kelib ishlatamiz. Tumanda ehtiyojmand oilalar uchun ajratilgan maydonlarda ham qalampir ko'chatlari ekilmoqda. Parvarishlash usullari, agrotexnik tadbirlar yoshlarga qalampir yetishtirishga qiziqish bildirganlarga tushuntirib borilmoqda. Ehtiyojmand oilalarga berilgan yerlarga o'shalarga aytib ektiryapmiz. Ba'zi o'zimiz sotib olamiz, ular foydalanadi. Hozir 1 gektar ekdik. Qolganlar ham xudo xolasa ko'ramiz. Hozirdan ishqoz bo'lyapti. Ekanmiz, shunaqa qilamiz, kam mehnat ser hosil ekan deyapti. Eksin odamlar foydalansin. Maqsadimiz shu. Ko'pda barakada. Tadbirkorning orzu maqsadlari, rejalari katta. Bog'dod qalampirini brendga aylantirish va yirik eksport markazini tashkil qilish ana shularning biri. Bog'dodda shu narsani ko'tarishga harakat qilyapmiz. Chunki biz agar harakat qilmasak bori, boshqalar harakat qiladi. Biz ekmasak Xitoy kelib ekadi tabiiyki. Kelajakda xudo xolasa Bog'dodda shu qalampir mahsulotlari eksport bo'ladigan katta markaz bo'ladi. Qilamiz shu ishni. Katta pul keladi bekka, odamlar hammaga ish bilan bo'ladi. Yana buni rivojlantirsa bo'ladi. Maqsadlar bor. Mirzaobod mahallasida qalampirchilik asosiy driver sifatida qabul qilingan. Aksariyat xonadonlar qalampir yetishtirish bilan shug'ullanmoqda. Ixtisoslashuvdan kelib chiqib, Abdurozziq Homidov kabi soha bilimdonlari tashabbusi va sa'y harakatlari bilan qalampirchilik aholining muhim daromad manbaiga aylanmoqda.